Assalomu alaykum aka-ukalar, kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan chugunni batareya uстановка qilamiz. Batareyamiz razmeri 50 lik. Вообще chirib ubita holatda bo'lib ketgan. Ishlaymi mumkin. Chugunni batareyani uстановка qilayotib, обязательно probkani yechib turib, leon urab qotirish kerak. Nimaga aka bu yerda rezina olmaydi, uстановkadan oqib qoladi. Mana shu holatda chesovой stranaga uraveramiz. Qanday qotaveramiz mana? Ko't tarafida ham xuddi shunaqa zaglushka bo'ladi. Mana probka. Batareyalarimizni ham uстановка qilib oldik. Vard qilishni boshlaymiz mana. Kommentariyada o'z fikringizni bildiring. Biz uchun sizning fikringiz juda ham qiziq. Esdan chiqmasin, like, podpiska bosish.